Xabarlarimiz bor, kecha jonli efir qilamiz deb video chiqargandik. Mana bugun 3 ta bemorimiz aloqaga chiqishdi. Shu jonli efirda bog'lanib, o'zlarining natijalari, erishgan natijalari haqida ommaga, hammaga o'sha o'zlarining fikrlarini aytish taklifi bilan chiqdilar. Agar savollaringiz bo'lsa, savollaringizni tayyorlab qo'yinglar. Menga beradigan savollaringiz bo'lsa ham, o'sha natijasi haqida gapirib berayotgan bemorimizga bo'lsa ham, hamma o'sha o'ziga kerakli bo'lgan savollarini yozib bir qog'ozga tayyorlab qo'ysanglar, xudo xolasa 5-oktyabr kelasi yakshanba kuni soat 12 atrofida jonli efir uyushtiramiz. O'sha efirga ulanib ochiqcha muloqot o'tkazamiz. Buni mana shu videoni o'ziga yaqin bo'lgan tanishlaringizga yetkazib qo'ysangiz, jonli efirda nima savoli bo'lsa o'sha yerda beradi.